Tasavvur qiling, siz juda ham katta mushtlashuvga ketyapsiz. Joy darajasiga aytganda talpaga va sizga yordam berishi mumkin bo'lgan faqatgina bir futbolchini yoningizda olib ketishingiz mumkin. Hozir men sizga futbol tarixidagi eng agressiv va qo'pol 3 ta futbolchini aytaman. Ulardan birini tanlaysiz. Demak, like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'ying, unda boshladik. Demak, bizda dastlabki variant Sergio Ramos, maydondagi qo'rqmas general. Ramos bu shunchaki himoyachi emas, u urush boshlovchi qo'mondon. Maydonga to'p tepish uchun emas, raqibning oromini buzish uchun tushadi. Ramosga qarshi chiqish bu nafaqat zarbaga, balki ruhiy sindirishga ham tayyor bo'lish kerak. Uning ko'zida qo'rquv degan narsa yo'q. U hattoki o'zi yiqilib tushsa ham yana turib kelib jangni davom ettira oladi. Yoningizda Ramos bo'lsa, jang oxirigacha emas, oxirida odam yiqilguncha davom etadi. Bizda ikkinchi variant Pepe. Qonni ko'rsa futbolni unutadigan Pepe futbol to'pimi, raqibning oyog'imi farqi yo'q. U uchun muhim bo'lgan yagona narsa oldindan kelayotgan har qanday xavfni yo'q qilish. Uni ko'rgan hakam ham, hatto o'z jamoadoshlari ham ehtiyot bo'lib yuradi. Chunki Pepe sherik bilan raqibni ajratmaydi. Kim qarshilik qilsa, o'shani yiqitadi. Bilasizmi, Pepe'ga sekinroq o'yna deyish bu dengizga ho'l bo'lma deyish bilan barobar. U hatto jangga aralashgan sudyalarni ham ayamaydi. Yoningizda Pepe bo'lsa, jang emas, qirg'in boshlanadi. Va bizda so'nggi variant Zlatan Ibragimovich, raqibni ham ruhan ham jismonan sindiradigan jangchi. Zlatinga jangga bor deb aytish shart emas. U o'zi urush uchun sabab qidirib yuradi. Ibra raqibni yiqitishni emas, uni obro'sini sindirishni yaxshi ko'radi. Agar Ronaldo yoki Messi raqibni mag'lub etish uchun o'ynasa, Zlatan esa undan oldin raqibni yo'q qilish rejasini tuzadi. U raqibni urushdan oldin ustidan kulib, ruhiy bosim qilib, shu bilanoq dushmanni sindirib ham qo'yadi. Zlatan tepadi, lekin bu oddiy tepish emas. Bu sendan futbolchi chiqmaydi degan hukm bilan birgalikda keladigan tepishdir. Xo'sh, siz ushbu 3 futbolchidan qaysi birini tanlaysiz yoki o'zingizni variantingiz bo'lsa kommentariyada qoldiring.